Umrim davomida nechta mashina sotgan bo'lsam, hech nimasini yechib sotgan odam emasman. Mana sizlarga 2017-yilda ishlab chiqarilgan tako Mercedes, Mersbar. Hamma navorati bor. Video registratordan tortib, mashinamizga tonirovka ruxsatnoma, GPS gacha qo'yilgan. Xullas bitta like qizartirib qo'ying. Xudo xolasa biz sizlarga ko'rsatishni boshladik. Bu mashinamizni kraskasini tozalasak bo'laveradi. Shu qanotida bir qarichgina petnozi bor xolos. Do'stlar, mashinamizga tonirovka ruxsatnoma olingan. Propanga va benzinga yuradi. Motorida hech qanaqangi shovqini yoki rasxoti yo'q. Hadoylarigacha qonli qilingan. Videoda ko'rgan hamma narsalar joyida turadi. Olib mazza qilib minoradan joyi. Yiliga keladigan bo'lsak, 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xullas narxini do'stlar $8700 dan o'tib beramiz. Bemalol pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar, sog' salomat bo'lasizlar.